Bilarmidingiz, sizning xaridorlaringiz har kuni vaqtining katta qismini Telegramda o'tkazishadi va siz hali hanuz ularni Telegramda jalb qila olmayapsiz. O'zbekistonda 25 milliondan ziyod Telegram foydalanuvchilari bor va ularning 73% qismi 18 yoshdan 44 yoshgacha bo'lgan foydalanuvchilar, to'lov qobiliyati yuqori bo'lgan foydalanuvchilar. Bundan tashqari, O'zbekistondagi Telegram kanallarining soni 160 mingdan ziyod va ulardagi kunlik ahvat 1 milliard 400 millionni tashkil qiladi. Telegram Ads afzalliklariga to'xtalib o'tamiz. Birinchi afzalligi bu CPM narxlari pastligi. Hozirgi kunda reklama beruvchilarning soni kamligini hisobiga reklamani 1 sentdan boshlab yoqsa bo'ladi. Ya'ni siz reklamangiz 1000 ta pakazga 1 sent oladi. Bundan tashqari, mashhur Telegram kanallarining pastida reklamalaringizni rasm va video formatida obunachilarga ko'rsatsangiz bo'ladi va o'z raqobatchilaringiz kanallarida ham reklama qilsangiz bo'ladi yoki-da ularning obunachilariga butun Telegram bo'yicha reklamangizni ko'rsatsangiz bo'ladi. Telegram Ads'da siz faqat живой obunachilarga reklama yoqa olasiz. Ya'ni botlar sizning reklamangizni ko'rmaydi. Va bu platforma juda ham jadal rivojlanib bormoqda. Hozirgi kunda Telegram guruhlarda va istoriyalarda reklamani test qilyapti. Telegramda ikki xil reklama kabinetlari bor. Birinchisi ton kabinet, ikkinchisi Yevro kabinet. Ularning farqlarini hozir ko'rib chiqamiz. Ton kabinetda 3 xil sozlamada reklama yoqsa bo'ladi. Birinchisi bu ma'lum bir kanalning ichida reklama qo'yish, ikkinchisi qidiruvda reklama qo'yish, uchinchisi botlarning ichida reklama qo'yish. Va yana ton kabinetda bu reklamani ko'rgan odam Telegram kanaliga o'tkazsa bo'ladi, Telegram botga o'tkazsa bo'ladi yoki Telegram shaxsiy profilga o'tkazsa bo'ladi. Yevro kabinetda tondagi barcha sozlamalar mavjud va undan tashqari qo'shimcha sozlamalar ham mavjud. Birinchisi bu tashqi linklarga reklama yoqish. Ya'ni sizda veb-sayt yoki mobil ilova bo'lsa, ularga reklama yoqa olasiz faqat Yevro kabinetda. Ikkinchisi bu geotargeting funksiyasi. Ya'ni siz ma'lum bir shaharlarda yoki ma'lum bir hududlarni tanlab reklama yoqa olasiz. Ton kabinetda buning imkoni yo'q. Yevro kabinetdagi eng asosiy funksiyalardan bittasi bu foydalanuvchiga reklama yoqish. Bu nima degani? Siz ma'lum bir kanalda yoki bir qancha kanallarni foydalanuvchilariga butun Telegram bo'yicha reklamangizni ko'rsatsangiz bo'ladi. Bundan tashqari, siz Yevro kabinetda qiziqishlar bo'yicha reklama yoqsangiz bo'ladi, mijozlar bazasi bo'yicha reklama yoqsangiz bo'ladi yoki qurilmalarni turiga qarab reklama yoqsangiz bo'ladi. Ya'ni Android foydalanuvchilariga Android bo'yicha reklama yoqsangiz bo'ladi yoki Apple foydalanuvchilariga alohida havola bilan reklama yoqsangiz bo'ladi. Va oxirgi chiqqan funksiyalardan bittasi bu videoning ichida reklamalar ko'rinyapti. Telegramda bu funksiya ham faqat Yevro kabinetda bor. Ya'ni eng asosiy va ishlaydigan funksiyalar asosan Yevro kabinetda bor. Telegramdagi eng katta kanallardan bittasi bu Kunuz kanali. Bu kanalda reklama joylashtirish narxi 28 milliondan ziyod turadi. Telegram Ads'da biza 1 million ahvatni 20 yevroga olishimiz mumkin. Hozirgi kunda auksionlar oshganini hisobga olib 50 yevrogacha farq qilishi mumkin bu summa. Bu slaydda Telegram Ads sozlamalarini ko'rib chiqamiz. Eng birinchi qatorda turgan bu O'zbekiston tanlangan, ya'ni sizning reklamangiz faqat O'zbekistonda bo'lib turgan insonlarga ko'rinadi. Ikkinchisi bu ya'ni geotarget funksiyasi bo'ladi. Toshkent, Buxoro yoki boshqa shaharlarni tanlasangiz bo'ladi. Uchinchisi bu foydalanuvchini o'qiydigan tiliga moslab reklama yoqsangiz bo'ladi. To'rtinchisi esa bu qiziqishlariga, ya'ni topiklar bo'yicha reklama yoqsangiz bo'ladi. Bu yerda 41 dan ziyod topiklar bor, ya'ni qiziqishlar bor. Keyingi funksiya bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir kanalning ichida chiqazish yoki uni obunachilariga chiqazish funksiyasi bo'ladi. Keyingi sozlama bu qurilmalar bo'yicha filtr qilsangiz bo'ladi, ya'ni Android foydalanuvchilari, Apple foydalanuvchilari yoki desktop foydalanuvchilari. Ma'lum bir topiklarga, ya'ni ma'lum bir qiziqishlarga siz ko'rsatmasangiz ham bo'ladi. Aytaylik, siz erkaklarga reklama yoqayotgan bo'lsangiz, cookingga exclude qilib qo'ysangiz bo'ladi, ya'ni cookingni chiqarib yuborsangiz bo'ladi. Yana bitta funksiya bu o'zingizning kanalingizning obunachilariga ko'rsatmasangiz bo'ladi yoki ma'lum bir kanal obunachilariga reklamani ko'rsatmasangiz bo'ladi. Telegramda 5 xil formatdagi reklamalar mavjud. Birinchisi bu video reklama. 3 sekunddan 60 sekundgacha bo'lgan reklamalarni qo'ysa bo'ladi. Ikkinchisi bu rasmli reklama. 16 ga 9 formatida rasmlarni joylashtirsangiz bo'ladi. Uchinchisi bu qidiruvdagi reklama. Ya'ni ma'lum bir kalit so'zlarga yoki raqobatchilaringizni nomiga reklama yoqsangiz bo'ladi. To'rtinchisi bu botlarning ichida chiqadigan reklama.
Beshinchisi, videoni ichida chiqadigan reklama turi hisoblanadi. Allaqachon yuzlab bizneslar Meridians orqali reklamalarini joylashtirishgan. Ko'chmas mulkdan tortib ta'limgacha. Natijalar juda ham ajoyib. Siz ham ular orasida bo'lishingiz mumkin. Hoziroq biz bilan bog'laning. Telegramda rasmiy Yevro kabinet ochmoqchimisiz? Unda hoziroq Telegramdagi Meridians pastki chiziq sales akkauntiga yozing. Mutaxassislarimiz sizga kabinet ochish, sozlash va reklamangizni ishga tushirishda to'liq yordam beradi.